Bugun sizlar bilan bir chiroyli yashasa bo'ladigan uyda umuman yashab bo'lmaydigan holatga keltiramiz. Qani ketdik. Qo'rqmanglar, bu men yashaydigan uy emas, bu Suhrob akaning uyi, remont qilish kerak ekan. Shuning uchun biz hamma yoq to'g'rilashni boshladik. Bu yerda Suhrob aka yordam beraman deb oldimga kelib, ko'rpalar bitta ko'tarib hammasini to'kib yubordi-yu, ha mayli dedim. Qo'yavering, hammasini o'zim qilaman deb kulib qo'ydim. Aytgancha o'rtoqlar, men sizlar uchun blogerlikni o'rganish bo'yicha bepul darslik tayyorladim. Darslikni Telegram kanalimga tashladim. Agar siz bloger bo'lmoqchi bo'lsangiz, bemalol kanalimga kirib, darslikdan foydalansangiz bo'ladi. Kanalim silkasi profilim shapkasida. Xullas shunaqa qilib ishni qizg'in joylari boshlanib ketdi. Baribir Suhrob aka kelib yordam berdi. Oxirigacha yordam bermadi. Gilamni baribir o'zim ko'tardim. Kuchimni ko'rsatib qo'ydimda. Keyin eshikni ochamasam, yana kuchim yetmadi. Baribir Suhrob akani chaqirdim. Bu yoqda bo'lsam, men o'zim uchun stoyka yasadim, chunki telefon qo'ya olmayotgandim. Keyin bo'lsa bir chekkadan pollar buzishni boshladi. O'zi ham bu pol 2 qavat ekan bilmadim. Orada eshik oldik. Keyin bo'lsa men borib aynida o'zim sug'urib oldim. Polda yig'ishimizni qaranglardan mazakaga o'xshab mazza qilib terdik. O'zimcha Suhrob akani boshida eplalmadi hech qaysi ishda deb o'zim maqtamoqchi bo'lib qarasam, hamma ishimda yordam bergan ekan. Valah, o'rtoqlar qaranglar, qanaqa holatdan qanaqa holatga keltirib qo'ydik. Orada oshxonani ham buzganmiz, lekin videoga olish esimdan chiqib qolgan, lekin juda ham charchadim. Kim menga o'xshab uy buzib ko'rgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar, fikringlarni kutib qolaman.